Oha, hammasi shu yerda. Bu dorilarni hammasini Namanganga borib sotib olsam, jaraq pulni tagida qolib ketaman. Sifatlimi, sifatsizmi menga nima? Men ichmasam, pulini cho'ntagimga yuraman, qochaman. Namangan viloyatida xuddi shu kabi ko'rinishda naqd 15 milliard so'mlik sifati kafolatlanmagan dori vositalarining savdosiga chek qo'yildi. Davlat xavfsizlik xizmati tomonidan o'tkazilgan tezkor reyd jarayonida fuqaro Hindiston davlatida ishlab chiqarilgan 2100 dona qutidagi dori vositalarini shartli kelishilgan xaridorga sotayotgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlangan. Ma'lum bo'lishicha, ushbu shaxs yuqoridagi sifati kafolatlanmagan dori vositalarini jami 168 million so'mga sotib yuboradi. Shundan so'ng tezkor tadbir davom ettirilib, uning yashash xonadoni ham ko'zdan kechirilganida jami 4296 qutidagi Ferromet dori vositalari ashyoviy dalil sifatida rasmiylashtirib olindi. Baholash hisobiga ko'ra, jami 6396 qutidagi dori vositalarining umumiy qiymati 1 milliard 223 million so'mni tashkil etmoqda. Hozirda mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 186-prim 3-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan bo'lib, tergov harakatlari davom ettirilmoqda.